Assalomu alaykum, pazanda qo'llar o'z kanaliga xush kelibsiz. Inshaalloh bugun sizlar bilan birgalikda qish uchun marinoviy bodring yopishni o'rganamiz. Juda ham mazali, suvlari ham mazali bo'ladi. Bodringlari qirsillab chiqadi. Tayyorlanishi ham oson. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi kattaroq idishimizga bodringlarimizni solib olamiz. Muzdek suv solib, yaxshilab qo'limiz bilan ishqalab yuvib olamiz. Ishqalab yuvganimizda bodringlarimiz shilamshiqlari ketib, otish ehtimoli kamroq bo'ladi. Mana shunaqa krokodil tikonchali bodringni ishlatsak, iloji boricha juda ham maydaroqdan ishlatishimiz kerak. To'ldirib suv solib 4-5 soatga uvitib qo'yamiz. Kechasi uvitib, ertalab yopib olsak ham bo'ladi. Chesnok, ko'kat, xiring barglari kerak bo'ladi. Mana bodringlarimiz. Endi esa bankalarimizni steril qilib olamiz bug'li vannada. Ko'katlar solamiz. Har xil ko'katlardan ishlatdim. Kashnich, ukrop, faqat ukropni o'zini ishlatsak ham bo'ladi. Ukrop shoxchalaridan ishlatsak ham bo'ladi. Xiring solamiz, chesnok. Xiring bodringimizni qarsilloroq chiqishiga yordam beradi. Endi esa bodringlarimizni yaxshilab joylashtirib solib olamiz. Suygali, achchiq, bolgarskiy solsak bo'ladi. Men solmadim. Endi esa yarmigacha bodring solib, yana ko'kat solamiz. Shunda ta'mi ham yaxshi chiqadi, ko'rinishi ham juda ham chiroyli chiqadi. Bankalarni yaxshilab steril qilib, bodringlarni yaxshilab yuvib, quritib, e'tibor bilan уксусimiz yaxshi bo'lib yopsak, hech qachon otmaydi. Shunga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Mana joylashtirib oldik. Endi esa eng ustki qismiga lavlari list solamiz. 3-4 donadan solsak yetadi. Lavlari listi eng ustiga solganimiz sababi qaynoq suv solganimizda bodring ustidan tushmaydi deb. Lavlari listi ustidan tushib, bodringlarimiz pishib qolmaydi. Endi qaynab turgan suvni solamiz. Oz-ozdan solib olamiz. Agar hammasini birdan solib yuborsak, bankamiz yorilib ketishi mumkin. Sekinlik bilan to'ldirib olamiz. Endi esa qopqog'ini qo'yib, yarim soatga xona haroratiga ustini yopib qo'yib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin suvlarini to'kib tashlaymiz. Bu suvlar bizga keraksiz, olib qo'ymasdan to'kib tashlaymiz. Endi esa yana bir marta qaynab turgan suv solamiz. Qopqog'ini qo'yib 20 minutga qoldiramiz. Bu safargi suvimizni kastrulkaga solib olib qo'yamiz, buni ishlatamiz. To'kib olgan suvimizni gazga qo'yib qaynatib olamiz. Suvimiz qaynaguncha bankalarimizga 1 osh qoshiqdan tuz, 1,5 osh qoshiqdan shakar, murch donachalarini solamiz. Shakar solishimiz sababi shakar ham bodringni qarsillab chiqishida va suvimizni ta'mini yaxshi bo'lishida yordam beradi. 1 osh qoshiqdan silab tuz solamiz. To'ldirmasdan 1,5 osh qoshiqdan shakar solamiz. Mana endi qaynatib olgan suvimizni bankalarimizni to'ldirib solib olamiz. Bodring ochiq joyi qolmasligi kerak, to'ldirib solamiz. Endi esa yarim choy qoshiqdan уксус solamiz. Men 99% уксус ishlataman. Salat uchun spesialniy 70% umuman ishlatmayman. Bunda hech qachon otmaydi, juda ham yaxshi chiqadi. Endi qopqog'ini qo'yib, agar 70% уксус ishlatsak, 1 choy qoshiqdan solamiz. Qopqog'ini qo'yib, burab olamiz, yopib olamiz. Yopguncha ham e'tibor bilan
qarab yopishimiz kerak. Qopqog'idan suv oqmasligi va gulcha bo'lib qolmasligi tekis yopilishi kerak. Mana suv oqmayapti. Yaxshi yopilgan. Mana shunaqa chappa holatda qo'yib, juda ham chiroyli chiqadi mana ko'rinishi. Ustini yopib, soviguncha qoldiramiz. Mana salatimiz tayyor. Juda ham mazali bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Videoim yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'ling, like bosinglar, fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar.